Hammaga assalomu alaykum. Bugun 4 xonali kvartirani ko'rib chiqamiz. Yakkasaroy tumani 8-radom molda joylashgan ЖК Milano. Uy kiradigan soni eshigimiz pod'ezd eshik. Chiroyli bunaqa make-up zonalar qilib qo'yilgan va полностью shkaf qilingan potolokgacha kiyim-kechikligi va kladovka qilib ishlatsa ham bo'ladi. To'rdagi birinchi xonamiz spalnya bo'lyapti. Kirganimizda birinchi garderobniy. Bu yerda yotoqxonamiz bo'lyapti. O'ng qo'lda bo'yanadigan zonalari, podsvetkalari. Zo'r tomoni bu uy kvartiramizni полный panoramniy oyna, balkon, перегородкасы bor, konditsioner, televizor, hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan, kartinka chiroyli. Domofonlari ham bor, master включатель ham bor. Bu включатель afzaliy tomoni bitta o'chirsanglar полностью kvartiradagi hamma освещениялар o'chadi. Keyingi xonamiz zal bo'lyapti. Zalimiz marhamat. Divanli zona qilib qo'yilgan. Birinchi kattagina bitta chiroyli qilib shkafli. Televizor ko'radigan zona qilib qo'yilgan va bu yerda ovqatlanadigan zonasi. Tepasida chiroyli lyustralar ham bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa panoramli oyna. Xullas bu kvartiraga shundoq kiyim-kechakni olib kelib yashaydigan variant qilib qo'yilgan ekan. Tak. Uyimizda ikkita sanuzol, 3 ta spalnya, bitta oshxona bor. Bitta zal. Bu birinchi alohida qilib qo'yilgan hojatxonasi. Yonida bo'lsa vanna xonamiz kir mashinani chetga joylashtirilgan. Tak. Endi bu yerdan boshlaymiz. Детский spalnyaga o'tamiz. Детский spalnyamiz, marhamat. Bu yerda ham panoramli oyna. Shkaflari, dars qiladigan zonalari. Xolos hammasi akkuratniy qilingan. Bu yerda oshxonamiz. Oshxona zo'r chiqibdi, lekin hamma sharoiti bor. Televizor ko'radigan joylarigacha konditsioner, ikkitalab oyna, ovqatlanadigan zonalari 6 kishiga mo'ljallangan ekan. Tak, o'rtada katta o'stirib, xamirli ovqatlarga juda ham qo'l keladi bu. Shkaf, kotyollar ham hammasi chetda joylashtirilgan. Tak, bu yerda mana bu duxovka, mikrovolnovka, двухкамерный холодильниклari. Xolos hammasi akkuratniy, полностью теплый pol qilingan. Oxirgi spalnyamiz bu kattalar yotoqxonasi. O'zining ichida alohida sanuzoli ham bor. Mashxona menga ko'proq yoqdi, juda chiroyli chiqdi. Dizayn zo'r chiqqan, bir-biriga zo'r tushgan hamma narsasi. Mana bu yerda ham panoramli oyna, pardalari, konditsionerlar hammasi AUX ekan. Rahmat. Televizorlar ham hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. Bu yerda mana bo'yanadigan zona. Hozir aksyorlar ko'payib ketyapti mana shunday podsvetkada. Chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Bu yerda katta shkaf kiyim yuvish uchun va o'zining ichida alohida sanuzoli ham bor. Marhamat. Tak, bu kvartiramiz Yakkasaroy tumani 8-radom molda joylashgan. Glinkaga shunday yaqin desak ham bo'ladi bemalol. 10 etajli domni 5-qavatda joylashgan, 151 kvadrat metr, 4 ta xona. Kadastr xat hujjatlari hammasi tayyor. Pastda raqamni qoldiramiz. Narxi hozirgi kunda 390 ming startiviy so'ralyapti. Yana kelishadigan joyi bor albatta. Ma'lumot uchun pastda raqamda bor. Like bosishdan chiqmasin.